qarang tur qaynonam shunaqa kurtkalar yuvgan vaqti ichidagi sintefonlar, elyaflar yoqa-bu-yoqqa qochib ketar-ku, bilasizmi? O'shani qanday joyiga keltirishni o'rgataman. Qaynonam ham bitta dugonasidan, tekstilda ishlagan dugonasidan o'rgangan ekan Istanbulda. Qarang, shuni ichiga kirgizasiz. Oddiy fon bor-ku, o'zingiz hammada topiladi bu narsani. Ichirasiz. Endi qarang, yuvgandan keyin joyiga joylashadi. Bu ishiradi sintefonlarda zo'r lekin. Endi bu tarafga. Rosa zo'r bo'ladi. O'zida yuvilgandan keyin xuddi eskiga o'xshab qoladi-ku. O'sha payti bu bilan qivarsangiz, keyin o'xlovcha bilan shunday ursangiz u joylashadi sintefonlar. Mana o'zi bittada shu bilan ishirgan paytingiz joylashyapti. Ikki tarafiga, qo'liga, hozir ko'rsatay sizga qanday bo'lganini. O'xlov bilan uringlar. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi qanday ishganini? Bitta bu qo'li qoldi. Hozir qo'liga ham qilaman. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang. Hammada shunaqa kurtka bo'lsa kerak, ayniqsa erkaklarda. Xuddi musorga tashlashga anaqa bo'lib qolganday o'zingizni his qilasiz. Qimmatga olib turib. Bitta ursangiz o'xlov bilan joyiga keladi-da. Ko'rdingizmi? Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.